Assalomu alaykum dadajonim. Mashina qullab bo'lsin dadajon. Qaysi mashina? Mana bu mashina sizga. Qaysi pulingni olding? Halol pulimga oldim dadajon. Sen bir narsa olsang men qo'rqib ketaman o'g'lim. Yana adin ekspert o'ynadingmi? Dadajonim, menga ham ishoning. Men ham siz uchun mehnat qilib yurgan bolaman dada. Sizga olib keldim dada. Ne degan qilig'lardan keyin senga ishonishim qiyin bo'lib qoldi. Ishoning dadajon, mashina sizga. Halol pulingni olding. Halol pulimga oldim dadajon. Rahmat o'g'lim. Qo'ling duoga och. Hammaga Alloh qo'chqordek o'g'il bersin. O'sha o'g'illar otasiga mashina olib beradigan o'g'illardan bo'lsin. Menda bir roziman o'g'lim, menda bir roziman. Rahmat o'g'lim. Dadajon, iltimosim bor. Ayt o'g'lim. 2 kunga 10 million berib turing, joyiga 2 kunda qo'yib qo'yaman dadajon. Sen menga mashina beryapsan. 10 million senga aylansin. Rahmat. Lam berasan? Laz dada. 2 kunda qaytarasan. 2 kunda qaytaraman. Yaxshi o'g'lim. Rahmat dada. Yerga shaka. Iya. Ke. O'g'lim o'rtog'i. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yangi mashina bilan tabriklagan kelgan bo'lsang, eriyman. Butun simlashlarga eriyman. Sunnat uydamidi? Yo'q, toborman, o'g'lim ishga ketgan. Kelsa meni keldi deb qo'ying. Aytaman. O'g'lim boshqa qavoq qildi menga. Aytaman. Kel. Lazbek! O Lazbek! Qancha baqirasam, bu yerda labzlik yashamaydi. Mana o'g'lim sunnat yashaydi. Nimaga? Yerga shaka siz tirikmisiz? Kimlar meni o'lgan deb aytdimi? Menga qarang, o'g'lingiz Lazbek bor-ku, o'rtoq, 20 million qarz berib turib, otam og'ir kasal, infarkt bo'lib yotibdi. 2 kunda qaytaraman dedi. 2 oy bo'ldi. Menga qarang, men-ku mayli, butun mahalladan, sinfdoshlardan xas. Bitta gap aytaymi? Tarbiyani ham itarib qo'yibsiz. Satqaga ota keting. Sunnat. Shoshvar! Menga qara shoshvar. O'g'il ko'rdim deb el yurtga osh berdim. Niyat qilib sunnat degan ism qo'ydim. Butun mahallada lavsiz degan nomim sayku. Shuncha pulni nima qilding shoshvar? Dada, piramida yasamoqchi edim. Undan ko'ra mana buni yashasang bo'lmasmidi? Ey, erkak kishi nima ko'tarib yuradi? Lavzi ko'tarib yuradi. Shimingni yechganda lozim ishdan keyin yurgin shoshvar. Mashinaga eriyman deb aytdim-ku, nima kelding? Mashina meniki edi-da. O'g'lim, siqilib ketdim. Otib tashla! Hoy do'stim, ayt nega holing parishon, alamdan yuraging ezilyaptimi?